O'z uyimda xushlanmagan mehmonga aylandim. Bilmadim, bu normaga aylanib boryaptimi? Uzatilgan qiz bu uloqtirilgan tosh deyishlari. Bitta dona qiz farzandim bor. Turmushga chiqqanimga 3 yil bo'ladi. Lekin 2 yildirki xushlanmagan mehmondek borib 2 soat o'tirib kelaman onamnikida. Yakka yagona akam bor. Adam yo'li 2 yillik kenim va onam turishadi. Yotgani umuman qolmaydigan bo'lganman. Qizlar onasinikida erkalanib, maza qilib kelishini eshitsam, xo'rligim keladi. Sababi, men borsam choyimni ham o'zim quyib ichaman, piyolamni ham o'zim yuvib ketaman. Bu bilan hech qayerim kamayib qolmaydi. Lekin borgan kunim kenim xonalaridan chiqmaydilar ham. Bu holatda ahmoq odamgina yotib qolsa kerak. Uy tinch bo'lsin, akami boshini og'ritmasin kelindi. Oyim ham tezroq keta qol deydigan bo'lgan. Eng qizig'i, bir marta ham kenimga behurmatlik qilish uyoqda tursin, erkalik ham qilishga ulgurmaganman. Onam g'animat, ko'proq vaqt o'tkazgim keladi. Lekin afsus, kelishim bilan qachon ketasan degan nigohlarni ko'raman. Akam o'zlarini hech narsa bilmaydigan rejimga to'g'rilab olganlar. Ko'nglim uchun ham yaxshi ham kelding, yana o'tir demaydilar. Oilasini tinchligi uchundir deb taskin beraman o'zimga. Lekin bilasizmi, uzatilgan qiz ham o'sha oila farzandi. U hissiz buyum emas, turmushga berish, undan kechish kerak degani emas. Qaynisingil ham xuddi kelinlar kabi onasinikida erkalanib o'sgan qizaloq. Siz reelsizni ko'rib chin dildan havas qildim. Men ham kelajakda qizimga shunaqa mehr, e'tibor qilib qo'yaman deb. Oyiz juda ham aqlli, farosatli ayol ekanlar deb obunachim yozib qoldilar. Xolis fikringlarni kommentariyada kutib qolaman.